Men Kenzo Minecraft Roziye bu anaqasi. Bu sefergi o'yinimizda biz shu Obby degan o'shani qochamiz. Xullas, mana bu narsalar sandiqqa solib qo'ygan yaxshi. Ular nimaligini o'ynaganlar biladi. Yomon xalaq ko'radi. Xullas, ishlataman. Xo'sh, ochdik. Yugurdik, tezlashtiriladi. Uni ektirib chiqib farqi yo'q. Bu o'yinni ko'pchilik o'ynagan. Sal osonroq bo'ladi, chunki mana bosaman, tepaga bunday qochaman. Bunday qochaman. O'tdik. Oson tar bu o'yin. Qancha necha minutda o'tishini ko'rib olamiz. Xo'sh. Mana toshmasdan kiramiz. O'ynaganlar buni qizajoyini bilib oladi. Biz nimani o'tamiz. O'sha yerda paydo bo'lamiz. Mana shu ko'prikni o'tishda yaxshi ko'raman-da. Chunki bunda parkur bor. Nek poshketim bo'ladi deb o'ylayman. Sal qo'shiladi. Kim biladi, mana shu o'yinni, mana shu joyda ana bu naqa tosh kelayotgan tepasida to'sa bo'ladi. Eng qizig'i mana undan qochishga ham shuni ishlasa bo'ladi. Bitta zonasi ko'rsataman sizlarga. Qarab turing. Qoldi. Shu o'shamadi. Nima to'shagan ekan. Cho'chni o'la. Bye bye. Bunday tutib. Yatam. Yo, tren qo'ydi. Tepaga chiqib ketamiz. Bu to'chiq ekan. Qarang. O'lishdi xolamni. Bakka kirib ketdik. Bak. Nomni kim biladi? Men bandim. Bu tag'in chiqib ketaman mana ekan. Bo'ldi banda. Ana endi. Mana hayot chiqdim-chi ekan. Infinity. Ya'ni bir metrlik sakla bo'ladi. Keyin desam. Xo'sh. Matdan bemalol o'tiramiz. Energiya yetishsiz. Eng qizig'i. Men yo'qotgan joy. Uchamiz osmonda qucham. Buni eng qizig'i. Aytsam. Bormasa menga. Ovozim chiqmagan sababini aytsam. Anaqa tomog'im ishib ketibdi. Ondan bilmaydiganlar uchun aytaman, bu aqliy boshqaruv. Endi mana shunaqa ashi. Biz bu sizdan ishlatib ko'raman. Mana. Bir marta o'rgataman, o'rgan oling. Bunday shakllardan deb turib, men qiynab olasizlar. Stobyetam deb ketaman. Tezroq o'tishi so'li. Endi qancha minut bo'ldi? Endi 4 minut bo'ldi. Eng qisqa videolarimdan biri bo'ladi shekilli bu. Bitta bunday ko'rsangiz zo'r turadi. Voy, bir yarsa grafimchi shu. Burada turtsanglar ham bo'ldimi shuni? Mana shu tarafda menga yoqadi. Qaranglar. Yuriyapti deb o'yladim, lekin yurmayapti. O'zimga e'tibor bermaysizlar bu.
Ardongili ovozimdan anaqa nima deydi? Ularga 1 2 maytdagi narsalarni ham titik ko'rsak bo'lar ekan. Store, bu narsalarni sotib olish faqat Robuxga. Xo'sh, bu yerdachi mana bu Anglosi nimaligini tushunmadim. Trolldi. Men o'zim yegaman. Bu qayerga ketdi? Mana yerda ekan. Anglosi o'zi qayerdaligini biladi. Eng qizig'i trolldan keyin meni narsalarim effektlar yuvib qo'yar ekan. Makalning yo'g'i. Ularga qochamiz. Olmasam hozir yedirib ketadi. Qoch, qo'yog'i. Qoch. Men chiqolaman, lekin men chiqolaman. Hala. Yil sotadi nima bo'lib? Mahsulotlarga beriladigan ovqatlar o'zlari yeb qo'yishadi shekilli. Maosh bilan 50% yeb qo'yishi kerak. Просто bunday ko'rsatib, bir-ikki bunday bosib qo'ysak. Bilmayapti. Qoch. Birinchi marta o'lishim. Bu mod yaqinga yaxshi. Bizon ketkizadigan narsa faqat qochqon. Yo'q. Bitta nagan qochqon. Öldüm. Köz olduğunu portladı. Tekin 12 minutdan keyin 20 minut o'ynaladigan. Mana o'zi bosib qo'y. O'zi tayyor turibdi. Nega? Просто bosib qo'yishim kerak. Mana deb yozaman. Bu yerga nima kerakligini kim bilsa, bunday tushuntirib. Просто men bir joyda turasizlar. Ba'zi lazer desam ishlamaydi. Lazer deb kuchukam deyishadi. Bilmadim, ko'pchilik o'ynaganda bu o'yinni. Anag'ani men bilmayman. O'zinglar naqa qolasizlar, mana qanday chiqishar ekan-da. Suv deydilar. Shu masjidmi? To'xta, ushaymasin. Ahlosi yotongina nega sakapamiz? Mana olib turib. Temirli anaqa kerak. Bu yerda ochish uchun. Shunday kelamiz u ochamiz. Bu o'yinni o'ynaydiganlar uchun. Bu o'yinni o'ynaydiganlar deganlar uchun sizlarga zo'r maslahatim. Просто tepaga chiqasizlar, mana ularga yoki bo'lsa ikki o'g'il ketib. Oturasizlar. Faqat nima deyishim? Bunu faqat kallasi o'tirib ketaveradi. Faqat kallasi tingan. Şey yaptım mı? Ne yaptın? Şey yaptım. Oyuncağım bitmek oldu.
Nasıl yetişmiş? Koş. Bana yetişmiş. Mungkin ya, mungkin. Dulu yok. Hap yaptın mı? Hap yaptı. Ne ya? Dereyim. Hap yaptı. Ini hap yaptı. Dulu sama. Iya kakak işte. Sıvat git. Oturar mısın? Hadi şans. Ben hazır kiralayacak borganda video açıyorum ha. Mana keldik. Bular tekingan. Roboksi. Biz yuguramiz. Mana shu odamni haligina ko'rdim. Bu yerdan ilonlar chiqish kerak edi, nimaga chiqmayapti? G'aroyib. Yoki chayammikin? Men aytdim, vertolyot chiqish kerak edi, yoki tugabdi. Uçuru vardı mı? Özüm uçuru vardı mı? Bir de speed 5. 200 tezliği olamaz. Vaydat. Ne yaşlı diye hangi yaşlı? Şunun için yaşlı rengi olamaz. Yemin rengi mi ya bu? Vertolyot chiqish kerak edi. Mana o'zimiz ketamiz. Vi. 2 kilometr yo'lni bu yoqqani. Menga obuna bo'lishni unutmanglar.